Milyonlagan adamlarni ta'sirlantirgan ikki parcha resimni hozirning o'zida keldim. Mushu ikki parcha resimning hikoyasini sizlarga deb beraman. Deb berishdan burun mushuning o'zim atagan bir kuplik she'rimni sizlarga deb olay. Bo'lsa oxirigacha anglab, yurkanglardan birini berib, haqsiz gullaringlarni inkas rayoniga yo'llab qo'yinglar. Chaqirmanglar uyungu do'stlar. Tamashaga rayim qolmadi. Bir zamanlar o'ynagan bilan u chaqlarda dadam bor edi. Tugumaydi ekan turmushning g'ami, egiz ekan baxtning temi. Yavaşladı demanglar meni, u chaqlarda dadam bor edi. Bunu resim bo'lsa bir to'rdashninki kona resmiga asosan mushunda holatni suzuq qilib sizib chiqqan resim. Qo'lda silgan maybuyoq asar. Buni saqlab qo'yishga tegishli bir parcha asar bo'ldi. Bo'lsa mushunda resimlar bo'lib qolsa, sizlarga inkaslarni yo'llab qo'yinglar. Men sizga yoqib beray. Anandekin av resimni bir ko'rsatma. Mav resimni tul vaqtlarda uchirtib qolamiz do'stlar. Mana. Bu bir kona jimjit bir mahallininki mushundaq bir manzil rayoni. Qaylasanglar, bu yerda to'qlar o'tlab yurgan. Bu yerda bir daraxt, ayan tarafda kona bir eshik. Anandekin uzoqqa ketgan bir koridor. Demak, mushunda bir parcha resimni to'rdashlarning talfiga asosan shunda sutta go'zal qilib sizib yoqib berdim. Uylarga, mehmonxona uylarga, shirkatlarga esvelashga intayin mos keladi. Odamlar ko'rgan sira ko'rgisi keladi. Shunda bir yiqishliqcha nurg'un oshxonalarni ko'rib qoldinglar. Demak, bu ko'nliq shularga shunda yoqqan gap. Anandekin gapning oxirisini desam do'stlar. Hamda necha vaqtning yog'i nurg'un do'stlarimiz meni bekatlar qo'lidan ish kelmaydi deydi. Amaliyotda men oddiy bir dehqon farzand bo'lganim bilan mushning o'xshash go'zal san'at asarlarini sizib kelyaptqili 10 yildan oshdi do'stlar. 2016-yili Şinjan san'at institutininki go'zal san'at fakultetiga shunda mingtaslikda imtihonimdan o'tib shu yerda o'qib keldim. 2020-yili 6-oyda layoqatli to'liq kursni bitirib Qashqar shahriga o'zim kuchli bir shirkatni echib oldim. Endi o'zim igilik tiklab mushu yo'lda mangan jarayonda do'yin degan mangan jarayonda mushta qisqa film supullarga chiqib to'rdashlarning qo'llashi bo'lganligi uchun aktiv energiya so'zlab mushning o'xshash daryoning ostida etiz eriqlarda anandaki kona o'ylarning oldida mushta aktiv energiya so'zlab do'stlarning qizg'in olqishiga erishdim. Bu jarayonda Van Xong bo'lganning nim foydasi bor deb nurg'un do'stlar so'rab ketdi. Van Xong bo'lganning unchalar cho'ng foydasi yo'q. 1 million pul tep ketmaysiz. Faqat boshqalar sizni chin ko'nglidan tuniydi. Tunagandan keyin siz o'zingizning kasbiga birlashtirib, shu iqlimdan foydalanib, belirli darajada natija yarata olsangiz, yarata oldingiz. Bo'lmasa Van Xong bo'lganning foydasi yo'q. Men Van Xong bo'lib nimaga erishdim? Birinchisi, mushta iqlimga erishgandan keyin o'zimning kasbini qilib, boshqalarga ma'naviy ozuq bag'ishlab, oz-to'liq iqtisodiy kirim qildim, mashina oldim, uy oldim, shirkat qurdim. Bu jarayonda nurg'un do'stlar meni yo'lda ko'rsa, Sharuljon, yaxshimisiz deb oldimga qizg'in muomalalar keldi. Shularga shundoq suyundim. Demak, Van Xong bo'lganning foydasi mana. Oxirida do'stlar, mendek oddiygina bir dehqon farzandniki mushunchalik natijalarni yaratib, boshqalarga ma'naviy ozuq bag'ishlagandan siz aktiv energiya so'zlab kelayotgan do'stlarni yana bir qitim, eng oxirgi qitim qo'llab qo'yinglar. Yurakdan birini berib, inkas rayoniga gullaringlarni yo'llab qo'yinglar. Men sizlarga mushunga o'xshash rasmdan biror parchadan siz bir undaq bo'lib qolsa, menki ressam do'stlar Sharuljon keyin qismini ko'rishaylik do'stlarga. Chunki ondan rahmat aytaman.